195 kilodan 2 oyda 183 kiloga tushgan bemor. 6-7 oyda 160 kilogacha ozdi. Bu bemor qabulimga kelganda 3 ta endokrinologga bordim. 3 ta endokrinolog ham menga oshqozonimni operatsiya qilishni, bariatriya xirurgiyasini tavsiya qilishdi. Men oshqozonimni operatsiya qilish niyatim yo'q. Meni hozir bering deb keldi. Bunaqa bemorlarga nima qilish kerak? Birinchi, hayot tarzini o'zgartirish kerak. To'g'ri ovqatlanish tuzib berdim. Ya'ni ratsion tuzib berdim bu bemorga. Ikkinchidan, stressni yo'qotishni tavsiya qildim. Uchinchidan, vaqtida uxlashni tavsiya qildim va sekin-sekin jismoniy aktivlikni ko'paytirishni tavsiya qildim. Va ishonasizlarmi, 6-7 oyda hech qanaqa ozdiradigan dorilarsiz oshqozonini operatsiya qilmasdan 35 kilo ozdi. Bir xil dietologlar bir oyda 10 kilo, 15-20 kilo ozdirib beraman deyshadi. To'g'ri, balki ozdirib berishar, lekin keyingi oy bo'lsa 2 barobar tana vaznini yig'ib oladi. Eng asosiysi to'g'ri ozish. Nima qilish kerak? Bir oyda 5-6 kilolab oylar mobaynida kerakli vesga tushish kerak. Ana o'shanda sizlar metabolizminglarni buzib qo'ymaysizlar va sog'lom ozasizlar. Bu bemor bilan biz xuddi shunaqa ish qildik. Bizani sel 80 kilo. Bu bemor bilan hali ishlashda davom etyapmiz. Nasib qilsa, storieslarda meni kuzatinglar, albatta qo'yaman.